o'rtasiga vis oladi bular. Bu mana yaqindagina mana. Yaqinda 5 oylik bo'ldi mana. Bu 22 yoshli Ra'no, 3 nafar farzandning onasi. Qo'limdagi bu bahaybat lekin paxmoq quyoncha 4 oylik. 4 oylik bo'lishiga qaramasdan juda ham katta va taxminan 4 kilolar chiqsa kerak. Qarshi shahrining Bo'ston mahallasida Ra'no ismli hamyurtimiz shu kabi 10 dan ziyod noyob zotli quyonlarni parvarish qilmoqda. Bugun Ra'noning faoliyati bilan va kichik fermasi bilan tanishamiz. Yoshligidan hayvonlarni parvarishlashga qiziqqan Ra'no keyinchalik zotli quyonlar parvarishi bilan shug'ullanishni boshlagan. Hozirda 10 xil turdagi 100 ga yaqin noyob quyon zotlarini parvarish qilmoqda. 3 yil oldin boshlangan qiziqishimiz. Oddiy jaydaridan boshlaganman 8 ta. Keyin zotlilar bilan naslchilik yo'nalishdagi quyonlar bilan oddiy go'shtga boqiladigan quyonlarni solishtirib, naslchilikda so'rab, surishtirib, qiziqib, nima deydi, ustozlardan o'rganib, internetlardan ko'rganman o'zim. Keyin naslchilik, daromadi yaxshi bo'lar ekan, keyin naslchilikka o'tganmiz. Qonuniy hamma narsa, YTT, hamma narsa ochilgan. Tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tganmiz. Mana bular Qozog'istondan kelgan. Zoti qanaqa bo'ladi? Burgund. Toza zotlilar. Mana bular Qirg'izistondan kelgan, mana bular. Mana bu Qozog'istondan kelgan. Yonimdagi bu quyon Kaliforniya Gavanna deb nomlanar ekan va Ra'no aytishi bo'yicha bu quyon $350 turar ekan narxi va $250 naqlashgan. Ra'no esa buni bermagan. Uni aytishi bo'yicha Qarshida quyon boqadiganlar orasida bu kabi zotli quyon yo'q ekan. Faqat bizning qahramonimiz Ra'noda bor ekan. Zotli quyon boqadiganlar birinchi o'rinda bularni ozuqasiga e'tibor berish kerak. Birinchi o'rinda ho'l narsa umuman berib bo'lmaydi. O'zini maxsus ko'rimlari bor. O'sha ko'rimlardan 2 mahal beraman. Ra'no o'zining xonadonidagi kichik quyon fermasini kengaytirmoqchi. Hozirda unda qurilish materiallarida yetishmovchilik kuzatilmoqda. Xullas, hamma quyonni shu xonaga tiqmoqchiman-da. Endi hozir bu yoqqa ozgincha narsalarni olganman-u, qolganiga hozir ozgincha mablag' yetmayapti. Qancha taxminan sizga nima yetmayapti? Hozir menga semen bilan blok bo'lsa, u yog'ini olib ketaman. 10 kunlik burgun zotli quyonni bolasi 4 dona tuqqan ekan. Hozir ayni vaqtda 3 donasi katta bo'lyapti onasining oldida. Biz esa buni joyiga qo'yib qo'yamiz. Mana joyiga qo'yib qo'yamiz.